Yaxshimisilar ko'pchilik, men Ro'zaxon Tudaxon. Mushu bizning ko'rurmanlarimiz yomon qiziq deyman. Men burun degan gaplarimni hozir o'zimga qaytarib turadigan bir pej bir kayfiyat chiqyapti-ku. Masalan, men bir narsa tayyorlik qilyapman, mashq qilyapman deb bir videolar ishlab qolsam, ostiga peylan deb yozilgan ko'rurmanlarimiz bor. Uning keyinda bunda bir xush xabar borki desam, tuxum avatadigan, necha tuxum beramiz deb men bilan chaqchaqlashadigan, o'zaro fikr almashtiradigan bir ko'rurmanlarimiz bor. Endi mush yaqinda men bir mas'uliyat aralash bir gap qilgandim avvalgi videomda. Qisam Saqiysa sheriktining mas'uliyatlari chiqdimi? Sheriging Rustamcho, Napoleon Xeyol nim dedi degan gaplar chiqyapti-da. Buningdan to'liq xursand bo'laman, so'yinaman. Bu so'yimliklarga bir rahmatimni bildirman. Endi men avvalgi videomda, avval qitimliq chiqqan videomda 10 kunlardan keyin sizlarga bir javobini beraman mush ishniki deb shunda degandim. Hamsa mush qitimliq videomda hozir javobini bir ko'rib baqsanglar. Aldım dedim bizden Ro'zaxon inimiz biz Tokyo show'da biz til sanatida chaqchaqchida bir ish şu milyar sahifasida qazandı. Ta'siri zo'raydi. Endi bu hozir endi bir qora pomidor var ekan, shu ishqira ülkeler chiqadigan. Nayt azoldi ekan. Ham moshuni endi o'zi bir iste'mol qilib, buning unumini ko'rib, atrofdagilar buni yeb iste'mol qilib unumini ko'rib, shuning bilan moshunda bir qiziqish paydo bo'ldi. Buni bizga ta'minladi 10 kunlik. Biz endi buni cho'qim javob berish kerak degan tuyg'uda buni yedik. Ham shaxsan hammalarning ta'sirati shu. Endi ma'lum belgilik ta'sir ko'rsatdi. Men topdi dedim bu gaplar. Oziqlikka, yemeklikka, lekin endi bevosita mush 10 kun ichida hammalarning o'xshamagan darajada ro'shan o'zgarishlar bo'ldi. Ta'sirini his qildik. Shaxsan men his qildim. Unda bo'lgandan keyin endi bu bizning imtihonimizdan o'tdi endi. Buni endi klinikalik tekshirish yoki tibbiy soatlik roli va kaza bizga noto'g'ri soya bu. Lekin biz iste'mol qilgandan keyin badanimizda ro'yaltimizda ko'rilgan narsalarni deb beralaymiz. Shunlashqa endi bugun qanday deganda Ro'zaxonning mush ishini qutuqlaymiz. Uning hammalar bunga eg'iz tegdi. Belgilik ta'sirotlar bor. Shunlashqa endi bu ish bizning imtihonimizdan o'tdi. Biz mush mas'uliyatga sen mablag' solsang, buni uningdan keyin keng ko'lam tashviq qilib, o'zining yo'lini qilsang bo'ldi degan tuyg'uda. So'ngashqa oldi bilan mush mas'uliyatning endi sog'lomlikqa oidga bir bozorlik mas'uliyat bo'lishini umid qilamiz. Endi bo'lsa, buni shu qadam bosqichlik yeb, texmo buningga nisbatan aytganda bu maqsad bu yerdagilarni bir-birlab so'zlatish emas. Gap sen o'zing kuchab buni hem kişiler bunu iste'mol qilgandan keyingi ta'siroti eng muhim narsa. Bu shu mas'uliyatning qandayligi belgilaydi qolgan bozorni. Asli bu dasturxonni salayli debdiki. Mevlon Niyaz og'inimiz unumay yo'q. Mush dasturxonni men olsam debdi. Soyibxon salomat bo'lsin. Hammamiz dal vaqtida yig'ildi. Shunlashqa qolgan ishlarni yo'lga keltirib desak. Bo'ldi aka, rahmat. To'g'ri. Chiroyli qolmadi. Sen de şabarda kalan başlap gidelim. Sen de Ya bo'pti akalar. Yamonlarga ko'p rahmat. Maqsad endi biz o'zimizning biz buni 4 oydan ochdi endi hisobda tonish bilish, istab o'shning ehtiyojli odamlarga beryapmiz. 95% odamning inkosi asosiyatdan yaxshi. Ba'zilarning ig'ir qavziyat o'ngshigan, ba'zilarning shu chalishgan, mazbizi uyqu sufiti degandek. Şundan endi maqsad sizlar bo'ladigan deb aytsanglar, azroq biz yuragimiz to'qara qanday bo'ldiganqa deb sizlarni bir o'rtoqlashsak degan maqsad. Ro'zaxon. Xo'sh aka. Bunday shu. Bu mahsulotdan muqarrar ziyni nöl yok. Yok. Faizinde bir sak. Fençe su degan narsa bor. Xalqarada bu bir itiraf qilgan bir bojan nimasi yo'q. Isil bojan bilan fanchasi. Hamidada nima? Bo'pmi shu mazbiziga? Chalishanga shunda foyda qilganini o'ylab, xalqlar dunyoga dar ishlatadi. Fanchasi moda nimalar beliqmay o'xshab yasag'an. Men ko'p yeganman buni.
Elbette bu fançası degan odatda yo'g'on pomidor alikma kichiklar ya öyle. Endi bu pomidorning ichidagi javriki machu bak qarisi. Akhi fança degan. Ucuzmi? Qizili var. Akhi ucuz ise bak kızıldı kuvveti olmaz qarisi. To'g'ri. Bak qarisi bu pomidorning javriki bu. Bundan tutqancha bu aşır adet fançasıdır bu bunun kuvveti neticesi asacılık etmedimiz. Şunun için ben bu mahsulatlarını %100 müşken istemakla faydalı kılışına gözümüzde. Rahmat aka, rahmat. Mana ko'pchilik sizlar ko'rganinglardek, meningki o'sha ustoz akalarimniki yaxshi baholari menga nisbatan zo'r bir ilhom bo'ldi. Lekin buningda bilan bir ish bitgan bo'lmaydi. Sog'lomlik degan hamda o'ynashadigan bir soha emas. Shunlashqa men buning uchun yana zo'r tirishim, izlanishimga to'g'ri kelyotdi. Buning bo'yiqidagi tafsilotlardan yana men sizlarni shu vlog orqali o'rtoqlashishga taklif qilma. Salomat bo'linglar.